Bu joyda mana Forishdan Garashga ketishda bir davom bor, kichkinagina. Buni ko'p yurgan odamlar biladi, juda o'ziga yarasha havolari toza. Bizga Garashga ketishdan oldin Qarabdol keladi. Mana shu Qarabdol uchun juda ko'p jon fido qilgan inson musoqillik orol bo'ladilar. Meni otam rahmatli o'sha rais bo'lgan. Bular bir paytlarda ishlashgan, bir-birlari bilan qadrdon bo'lishgan. Shu musoqillikani tirik paytlarida ham biz juda ko'p xabar olib, suhbatlardan bahramand bo'lganmiz. Mana shu Qarabdolda dam olish maskanini tashkil qilgan odam. O'sha paytlar juda qiyin, hech qayerda yo'q paytda mana Forishda bir go'zal bir oromgoh tashkil qilgan odam. Mana shu xalq uchun jonini fido qilgan desam ham bo'ladi.